Toshkentdan chiqdik. Bugun Toshkentdan Qoraqalpog'istongacha peshkom ketamiz. Birinchi kun. Podpisatsiya qilinglar, like bosinglar, bizni podeshka qilinglar. Iltimos sizlardan agar reklama bo'lsa shu nomerga tez aloqaga chiqinglar. Zo'r chiqdi Jo'ra. Zo'r chiqdi. Jo'ra, rostdan peshkom ketamizmi? Jinnimisan? Taksida ketamiz. Prosta odamlarga shunday deymiz. Faqat videoda peshkom yuramiz. Ha, suving bormi Jo'ra? Tegma sumkamga. Hammadan bu? Labim yolganda sutyapman issiqda. Mana ayeni sumka. Nima ishing bor? Reklama bormi? Chiqdimi? Tam yozgani yo'q, hamma so'kyapti kommentariyada. Ana uni qara. Azizlar, mana Toshkentdan Samarqand Jomboygacha bo'lgan sayohatimizning bugun 4-kuni. Ne turqi qursin? Konkurent bu, konkurent. Aka, qayoqqa ketyapsan sen? Samarqandga? Samarqandga peshkommi? Ha? Nonni yarimta qilma uka, nonni yarimta qilma, orqangga qoch. Tur yo'qol. Biz bir ish boshlamaylik, hamma shu ish qiladi. Ha, nechta podpischking bor? 36 ta. 69 ta bizda. Ikkalamizda 69 ta. Jo'ra, vobshi maza qildik. to'xta, tualetni pulini to'lab ket. Qadrdonlar, hozir shunaqangi tualetda o'tirdik, ishoninglar, sharoitlar vobshi wow. Qilsa pulimni ber ya. Xola ishoning. Vobshi pulimiz yo'q, absolutno. Xola siz ayam sumkachasi bor, ichida pomadasi bor. Surtasiz. Kelvin Klein'niki. Ey ukalar, 1 minut. Reklama ishon, reklama. Sizlar blogersizlar? Sizlarni kuzataman, rosa hurmat qilaman. Bitta kichkina iltimos bor edi. Ukamning oyog'i yurmaydi-da. Karta raqamini bitta stories qo'yib beringlar. Savob uchun. Qadrdonlar, savob uchun mana shu akamizga yordam beramiz. Mana shu kartalarga pul tashlaymiz. Aka qanday? Sen nimaga turding? Nimaga turding? Mo'jiza bo'ldi aka. Ya, mashinaga bo'ldi. Ular agar mo'jiza. Podpischik nechta bo'ldi? 70 ta bo'ldi. Voy, o'lay, bitta ko'paydimi? Menga nima deysan? Sifat. Aka sifati reklama qilib beraylikmi? Bizning podpischiklarimiz ko'p. Yo'q, reklama kerak emas. Xohlasanglar shirinlikdan olinglar, yo'lda yeb ketasizlar. Kakas bolalarimga beraman. Bolalarning bormi? Ha, bolamiz bor. Katta erkaklar, shuncha yo'lga ketkizgan vaqtlaringni oilangga, farzandingga ketkizsang bo'lmaydimi? $200 beraman, uyga qaytasizlarmi? Siz nima deyapsiz? Bizni maqsadimizdan qaytara olmaysiz. $500 beraman. Nima hamma narsa pul bilan o'lchanadimi? Biz podpischiklarımizga va'da berganmiz. Yo'q, ketdik. $2000 beraman. Voy billah. Podpischiklar nima deymiz? 70 ta ku, aytqo. 2000 katta pul jo'ra. 200 qo'shdi. 200 qo'shing. Najam kirsovun keldimi? Bir pas sigaretni Jo'ra. Pulini ber. Ertaga beraman. Yo'q, men zapisga yozmayman, daftarim to'lib ketdi. Boring qol. Yozib qo'y, jo'rayman-ku, ertaga beraman deyapman. Pulini ber, keyin chek. Boring qol. Kechirasiz. Bularni hisoblab bering, qancha bo'ldi? 85 ming bo'pti Shabona. Voy, pulim uyda qolib ketibdi. Yozib tura olasizmi? Ertaga aniq tashib ketaman. Mayli, Shabona, xo'p bo'ladi. Shabonaga berasan-a, Jo'ra? Ol, bir pachka ol faqat. Haligi buni ham yozib tura olasizmi, oson? Kamascha nima qilasiz, Shabona? Kerak edi. Bo'ldi, yozib qo'yaman. Mana shularni menga yozib qo'ying, ertaga beraman hammasini. Nima qilasan shuncha narsani? Shabonaga beryapsiz-ku. Voy, u meni sevgan qizim. Shabona seni sevgan qizing bo'lsa, men o'rtog'ingman. Ol. Ertaga olib kel, o'lasan lekin. Qarang, sifat pechenyelar rost trend ekan. Shulardan ham olsam yozib tura olasizmi? Ertaga aniq berasizmi? Aniq beraman. Bir xilla bermasdan ketyapti-da. Qarang, sifat shirinliklar trend ekan-ku. O'shanda menga 5 kilo bering, iltimos. 5 kilo nima qilasan? Shabonaga beryapsan-ku. Bor o'zing savol. Ertaga olib kel faqat. Mana shu pishiriqchani ham yozib qo'ying. Bor yo'qol Shabona, jonga tegding san ama. Hozir san deb do'konimni yopladi. Tegma unga. Bor yo'qol Shabona, hozir senmayman seni. Ket Shabona, meni chalg'ityapsiz, ishlamayapman.